Dadasi, ishdan charchamasdan keldingizmi? Siz ham rosa ko'p ishlayapsiz-da. Nima bo'lsa ham baxtimizga sog' bo'ling har doim. To'yib ketdim hammasidan. Hattoki yuzimga ham qaramaydi. Rahmat. Sen o'zing men bilan umuman ishing yo'q. Qattiq yurma, nimalar qilyapma, kech kelsa ham umuman parvoying yo'q. Dadasi, siz yaxshi ko'rgan Napoleonni qilib qo'ydim. Bolalarni maydonchada ham aylantirib keldim. Oyjonni massaj qilib qo'ydim. Mashusanga yoqish uchun hamma narsa qilaman, lekin qaramaydi ham menga. Kechasi kech keladi. Qatlida yurarkan, to'yib ketdim, hammasidan to'yib ketdim. Juda ham ko'p oilalarda nima xohlashni gapirmaslik, ichiga yutish, chidash munosabatlarni aksincha buzilishiga olib keladi. Nega bilasizmi? Chunki chidagan inson bir kun baribir portlaydi va bunday oilalar odatda juda ham qattiq janjallar va ba'zan ajrimlarga ham keladi. Nima qilish kerak? Gaplashish kerak. Nima xohlaysiz, nima yetishmayapti, bir-biringiz bilan gaplashishingiz kerak. Buni muhokama qilish kerak. Ana shundagina yechim topiladi. Toki siz oddiygina o'tirib gaplashishni va yechim topishni o'rganmas ekansiz, chidaysiz va bir kun kelib portlaysiz.